ota vafot etganidan so'ng ona o'g'lini chaqirib, otasidan qolgan uy-joyni o'zining nomiga rasmiylashtirib olishini aytgan va shu maqsadda o'g'il notariusga borgan. Notarius vafot etgan otaning ota-onasi haqida ma'lumotlarni so'ragan. O'g'ilning aytishicha, bobo va buvilar 19-asrda yashab o'tishgan. Shu o'rinda notariusning harakatlari qanchalik qonuniy deb bizga savol yo'llagan. Notariusning talablari qonuniy, sababi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 1135-moddasiga ko'ra, meros qoldiruvchining bolalari, eri yoki xotini va ota-onasi teng ulushlarda qonun bo'yicha birinchi navbatdagi vorislar bo'ladilar. Mana shu qoidaga asoslanadigan bo'lsak, agar vafot etgan otaning ota-onasi tirik bo'ladigan bo'lsa, ular ham merosxo'r bo'ladi. Vafot etishgan bo'lsa, ular merosxo'rlar safidan chiqadi va o'g'ilning onasi, agar bo'lsa aka-uka, opa-singillarining roziligi bilan notarius shu o'g'ilga qonun bo'yicha merosga bo'lgan huquq to'g'risidagi guvohnomani beradi va bu guvohnomani o'g'il davlat xizmatlari markaziga olib borsa, uning nomiga kadastr hujjatlari rasmiylashtiriladi. Do'stlar, agar sizlarda ham xuddi shunday vasiyatnoma, hadya bo'yicha, meros bo'yicha yechilmayotgan muammolar bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz iloji boricha bu muammolaringga qonuniy yechimlarni topamiz. Obuna bo'lishni unutmang.